Bilasanmi, boshqalarni doimiy yomonlash aslida seni juda aqlli ekaningdan darak berishi mumkin. Psixologlar aniqlashgan, sen kimnidir hukm qilganingda yoki tanqid qilganingda, miyangning aynan o'sha qismiga bog'liq bo'lgan shablonlar yonadi va ishga tushadi. Xo'sh, bu nima degani? Kimnidir samarali yomonlash uchun sen odamdagi nuqsonlarni ko'rishing, xatti-harakatlarni solishtirishing va kamchiliklarni o'ylashing kerak. Bu esa yuqori darajadagi fikrlash demakdir. Sen xuddi detektiv kabi tahlil qilasan, shunchaki itdek hidlab yurmaysan. Psixologiyada bu nomuvofiqlikni aniqlash deyiladi. Bu jarayon quyidagi sabab bo'yicha sodir bo'ladi. Miyamizda yomon hazilni sezganimizda yoki yolg'onni aniqlaganimizda ishlaydigan nerv tizimlari boshqalarni yomonlaganda ham ishga tushadi. Lekin bu bilan tugamaydi. Ijtimoiy taqqoslash nazariyasi shuni aytadiki, miyamiz o'zini keskinlashtiradi, odamlarni reyting qilib kim yaxshiroq, kim yomonroq deydi. Bu tirik qolishning mexanizmi. Demak, yomonlash bu shunchaki mayda ishlov emas, bu miyangning boshqalardan ustun chiqish uchun simulyatsiyasi. Lekin bir muammo bor. Haddan tashqari yomonlash orqaga uradi. U xolislikni buzadi, ko'zingni ko'r qilib qo'yadi. Eng yaxshi yechim ozgina tanqid. Shunda miyang mashq qiladi. Fikrlash mexanizmlari doimiy ravishda ishlaydi.